So'z Rossiya Federatsiyasi LDPR partiya rahbari Jirinovskiyda. Agar Isroilni saqlab qolish imkonsiz bo'lsa, keyingi 20 yil ichida yahudiylarning katta qismi Rossiyaga qaytib kelishadi. Rossiya ular uchun asosiy yangi bazaga aylanadi. Savol berilgan, nega Amerika emas? Jirinovskiy: Amerikada yahudiy lobbilari juda kuchli, lekin ularning fikricha AQShning kelajagi yo'q. AQShga Lotin Amerikadan kelayotgan migratsiya va katta musulmon diasporalar sababli islom dunyosi bilan to'qnashuvga tortilib qolgan. Demak, yahudiylar uchun xavfli. Shuning uchun ular amerikalik va yevropalik yahudiylarni Rossiyaga ko'chirishni rejalashtirmoqda. Ular Rossiyani kuchaytirishni ham xohlaydi. Moskva atrofida alohida yahudiy respublikasi, taxminan 60 million aholi ichida 15 million sionist yetakchi lavozimlarni egallaydi. Shuningdek, u aytadiki, yahudiy elitasi global mojarolar orqali o'z ta'sirini saqlab qolishga intiladi. Men sizga ishonch bilan aytaman, kelasi 10-15 yil ichida Yaqin Sharqda yadroviy nizo bo'lishi muqarrar. Agar AQSh va Yevropa ittifoqida inqiroz yuz bersa, barcha yahudiylar ommaviy ravishda Rossiyaga ko'chadi. Rossiyaning keng hududlari esa ular uchun yangi abadiy davlatga aylanishini reja qilingan. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz endi boshladik. Obuna bo'lishni unutmang.